maktabda yoki bog'chada yaxshi o'yinchoq ko'rib qolgan paytimizda yig'lab oldirar edi, to'g'rimi? Lekin mana bu instrument ham ozgina yig'latadigan instrument. Chunki bu hammani ham qo'lida bo'lmaydigan, narxi ham pul turadigan instrument. Original Milwaukee'niki. Lekin bu oddiy instrument emas. E'tibor beringlar nasatkalariga. Oppa! Ko'rasizlar, xolisinglar, bakovoy aytgancha buni knopkasini bitta bosadigan bo'lsangiz o'ngga, chapga blok funksiyasi ham bor. Qulplab qo'ysanglar ham bo'ladi. Bosib turamiz mana, qulp yondi. Ishlata olmaysizlar. Va knopkani bossanglar ishlab ketadi. Birinchi skors, ikkinchi skors, ikkita skorsda ishlaydi. Bakovoy noqulay joylarda bizga yaxshi ish beradigan apparatlar hisoblanadi. Xohlasanglar tepaga, xohlasanglar pastga, o'zingizlar xohlagan joylarga qo'yib, buni ustunovka qilsanglar bo'ladi mana. Bundan tashqari shurpayor ham bo'ladi. Voy, g'o'dasiga nisbatan aylantirishini qaranglar, baribir original. Milwaukee korobkasiga ham e'tibor beringlar. Bu hali hammasi emas, 4 xil instrument. Transformer bo'yasi mana. Bu endi juda ham noqulay joylarda bizga yordam beradi. Bu yerda oddiy shurpayor ish bermaydigan joylarda mana shu bakovoy nasatkalar bizga ish beradi. Mana, ishlashni ko'ringlar. Menga yoqdi, sizlarga yoqdimi yo'qmi fikringizni hozir yozib qoldiringlar. Bu endi vintovert bot mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Bular nimalarni o'ylab topishyapti? Apparat $450 turadi. Arziydimi yo'qmi narxiga? Buni hamma yoqda ham ko'rolmaysiz. Bemalol chet el saytlaridan ham kirib ko'rishingiz mumkin. Komplektida bitta, ikkita o'zini akkumulyatori bor, 2 amperlik. Tozasi mana. Va bu zaryadniy ustroysa ham oddiy emas. O'zini o'zi ichida ventilyator bor, sovutadigan. Qizib ketib, yonib ketadigan variant emas. Hammasida sertifikat va kitoblari bor. Mana. Apparatning o'ziga bitta kitob, zaryadning o'ziga bitta kitob va qo'llanilish kitobchasi mana. Qanaqa ishlatsa bo'ladi. Va mana shunaqa o'zini plasmas кейsi bilan. $450. Amerikanskiy Milwaukee.